Assalomu alaykum qadrli do'stlar. 2025-yil 12-may. Giloslar holatiga bittadan baho berib qo'yasizlar o'rtoqlar. Uyimda gilosim oppoq bo'lib gullaydi. Meva qilmaydi deganlarga o'rtoqlar yangi sortlarni ekishni tavsiya qilamiz. Sorti Giant Red do'stlar. O'zini o'zi chaynatadi, hosildorligi zo'r, mevani quyib yuboradi. Sariqligida ham pishmay turib uziladigan gilos mana shu gilos bo'ladi. Eksport bo'ladi qattiq giloslardan do'stlar. Mevasi ham korobkaga 100 ming tevasi sotilyapti o'rtoqlar. Bitta hosilga kiradi. Keyin gilos ekayotganda o'rtoqlar, gilosda ham misol tevasi Giant Red valavoy qo'qon gilos bo'lgan bilan tomiri 3 xil 4 xil bo'ladi do'stlar. Ko'p joyda gilos qurib qoladi. O'sha tomiriga e'tibor berib, yerga tushadigan tomirda ekishlarini tavsiya qilamiz o'rtoqlar. Gilosda shunaqa. Buni ko'chatlarni ko'paytirganmiz o'rtoqlar. Kimga kerak bo'lsa 99 845 01 95 raqamiga telefon qilaverasizlar o'rtoqlar. Hosildorlik o'ta yuqori giloslarda.